Hammalarga assalomu alaykum. O'sha ne yapacağız pek? Evet, aklımda top olan topumuzu qamoqxona quramiz. Katta qilib, keyin ikkita bitta qamoqxonaya ikkita yigitni qamab qo'yamiz. Va qishlog'i. Yigitli qishlog'iga farqi bormanda. Qandaydir shumanda balki. Endi kattaroq emas, maydaroq qilib quraveramiz. Unchalik mayda emas, unchalik katta emas bo'ladi. Mana shu bo'ladi. Shuna qo'lim qo'ysa, har video olganda shuna qish qilaveram. Jonli ekan qish qilib. Bir daqiqa qo'yaman. Sen shuna qish qo'yasan. Mana bir daqiqa qish qo'yaman. Yon qish. Oyog'im ham qiyshiq, qo'lim ham qiyshiq, hamma joyim qiyshiq. Endi berlari nechta ham? Ikkita. Sakkizta qamoqxona kerak. Berani endi qani endi u? Topolmayapman. Shu vaqt uchun bo'lmaydi, bo'laychi-da. Berini o'zi haqiqiy qamoqxona quribmanmi? Qamoqxona nora bo'lishi kerak. Bunaqa emaslik kerak. Ne qilamiz? Berlari to'g'rilar shuni qo'yib tashlaveram. Endi berini nima qilamizda? Birni ko'rinayotgan qilamiz. Yetilni qamab tashlaymiz. O'zi yetillardan nima qamab tashlashni bilmayman. Bilasan, o'zi haqiqiy Minecraftda birda qishloqlar qamaydi-ku, shunaqa videolar chiqqan hozir. Naqlan qilolish kerak. Endi bir ko'zdan polish kerak. Necha qator qilsam? Ikki qator qilaman. Ikki qatorga juvib qo'ysam bo'ldi. Charchaman. Qamoqxonani yetallardan qo'shaman. Shira bir orada. Qo'lim qiyshiqdan nima deysan? Kanalga obuna bo'lishlaringizni aytgancha sizlarni tanishmadim. Hozir
Assalamualaikum. Bunimizda qahvani quramiz. Tezroq kanalga obuna bo'linglar. Biz yaqinda 100 ta bo'lishimiz kerak. Inson yo 1000 ta. Bo'lamiz. Yaqinda ozgina qoldi. Ozgina emas. Нормально bo'ladi. Birdan bizamiz. Industriyalarni silliqdan qo'yamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan obunachilar. Shuning uchun tezroq qilishga harakat qilamiz. Bu tomonga xonani reshetkasini qo'ymayapmiz. Reshetka nima bo'ldi. Bo'ldi. Nima qilishimiz kerak? Qilishimiz kerak. Buni hali ikkinchi qismi ham bo'ladi. Chunki bitta mana ko'p video tushiradi. Biz xizmat bitta. Tayyormi? Yana bir qator qiladi, g'alati qoldi. To'xtaydi. Ham taqib chiqadi. Biz qamoqxonani hammasi oq, atroflari olov bo'ladi. Lekin men olov qilmadim atrofini. Mana xuddi shunaqa haqiqiy Minecraft'da qilinadi-ku. Shunaqa qilib qo'yaman. Ichkaridan ko'ryapman. Obunachilar, bu hali birinchi qism. Hozir sizlar bilan xayr. Keyingi videoni ko'rishguncha hozir birlarni tapaga baqib tashlaymiz. Keyin ikkinchi qismga o'tamiz. Xayr.